Buqani qancha dedingiz? 30 million 100 ming so'mga mana shu buqa olinibdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan men Sanjarbek. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon katta chorva bozoriga yetib kelganmiz. Bu yerda sizlarga bozordan sotilgan mol narxlarini to'lig'icha obzor qilib beramiz. Hammasi haqqoniy bo'ladi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Akalar, sizlar uchun biz harakatdamiz. Mehnatimizni qadrlab, kommentariyada chiroyli so'zlarni yozib qo'ysalaring, biz uchun keyingi bozorlarni chiqarish uchun anchagina motivatsiya bo'ladi. Bo'lmasam biz videomizni boshladik. Bozorda juda ham qiziqarli holatlar bo'lgan. Bu bozor har doimgidan juda ham boshqacha bo'ldi. Albatta videomizni oxirigacha tomosha qilinglar. Sizlarni albatta xursand qiladi. Mana akamiz yana bozorda oldi, buqalarni olib chiqlar. Aka, puli qancha bo'ldi? 68 dan tirik vaznga olishibdi. Barakasini bersin, ana gigant buqa. Akamiz ona bola olib chiqib kelishyapti. Aka, puli qancha bo'ldi? 200 kam 31 million so'm. Bola nechinchi qoringa ekan? Birinchi qoringa buqa bergan ekan. Barakasini bersin mana akalar. Oh, mana bozorda oldi, ko'zga ko'ringanlardan. Aka, qancha bo'ldi puli? 42 million. 42 million. Barakasini bersin. Ana. Buqani qarang. Buni boqib olish ham oson emas lekin akalar. Ko'z tegmasin. Like bosib qo'yadigan joyda. Ha, jonivor. Ana, xunojin ishqibozlari. Aka, puli qancha bo'ldi? 30 million. Bu necha oylik bo'g'oz ekan yo bolasi bormi? 6 oydan o'tgan bo'g'oz, birinchi qoringa xudo xolasa. Barakasini bersin. Birinchi qoringa 6 oylik bo'g'oz, xunojin. Mana. Voy, shvet. Qancha bo'lganidan xabaringiz bormi? 51. Jupimi tog'a? Shvetlar. Ko'z tegmasin. Buqalar 51 million bo'pti jupa. Lekin sho'x ekan ikkovi ham. Mana. Aka, puli qancha bo'ldi? 22 million bo'pti. Aka, bunisi-chi? Bunisi ham 22 million bo'pti. Barakasini bersin. Qancha bo'ldi puli? 25 million. Barakasini bersa. Aka, buqacha qancha bo'ldi? 16,5. Tog' qancha bo'ldi bu? Jupa 45 million bo'pti. Mana jupa. Ola. Barakasini bersin olgan odamga ham. Akalar, like bosib esdan chiqib qolmasin. Aka, puli qancha bo'ldi buni? 18,5. Xunajin. 8 oylik bo'g'oz. Barakasini bersin. Tog' qancha bo'ldi bu? 20 million. Barakasini bersin. Qancha bo'ldi aka bu? Bilishmas ekan narxini. Ana buqa, sho'xi buqani. Tog'a qancha bo'ldi puli? Ikkitasi 63. Ha, o'tib ketgan bilan-a? Barakasini bersin. Ana. Shvet. Aka, puli qancha bo'ldi ona bolani? 34 million 300 ming so'm. Necha litr suti bor ekan, tog'a? So'rashma. 8 ta suti bor. Bola buqa. Gap yo'q. Barakasini bersin olgan odamga ham. Maydalaridan. Aka, qanchadan bo'ldi? Orqadagilar. O orqadagilardan so'raymiz. Qanchadan bo'ldi aka bular? 9 million, 8 milliondan shunaqasidan bo'laveribdi. Bo'ylari ham bir tepasida chiqaveradi. Aka, bular puli qancha bo'ldi? 100 mingdan so'y. 100 mingdan so'yib olishga bo'pti. Aka, qancha bo'ldi buni puli? 20 million. 5 oylik bo'g'oz, ha? 5 oylik bo'g'oz ekan. Mana, akalar. Ana bozorda. Ana. Suzadi shekilli. Oh, bag'da otlar. Ehtiyot bo'laveradigan joyda. Aka, qancha bo'ldi bu sho'x? Akamiz xabarlari yo'q shekilli. 29 million bo'pti, ha. Aka, bular qanchadan bo'ldi puli? 23,5 million. Ana, ola baroda. Aka, qancha bo'ldi buni puli? Akalarimiz so'zlari bilan o'zlari. Nech pul bo'ldi bular? Akamizning xabarlari yo'q, so'rashmabdi narxini. Uchtasi birdan bo'lgan shekilli. Aka, qancha bo'ldi puli? 51 mingdan tirik vaznga 1 klassa tortib olishibdi. Aka, qancha bo'ldi puli? 25 million. Barakasini bersin. Aka, qancha bo'ldi bu? Xabarlari yo'q. Aka, qancha bo'ldi puli? 14,5 million bo'pti. Aka, ona bola qancha bo'ldi?
43,5. Bola xunajin. Simental. Oh, yemga tayyor buqa. 25 million bo'ldimi aka? Barakasini bersin. Mana xunajin. Aka puli qancha bo'ldi buni? 17,5. Bo'g'ozmikan? Bo'g'ozmas ekan. Qisir xunajin. Uzoqcha ishqibozlari. Aka puli qancha bo'ldi? 14 million 600. Simental toza deyishdi. Rangi xolos aka. Ichki tashqi farajlarga qo'l qildirib qo'yish kerak. Bo'ylari ham 1.10 atrofida chiqib qoladi akalar. Mana ona bola. Aka puli qancha bo'ldi ona bolani? 25 million. Bolasi xunajina? Nechinchi qoringa ekan? Ha, so'rashmabdi. Barakasini bersin. Aka puli qancha bo'ldi buqani? 23 million bo'pti. Mana. Gap yo'q. Barakasini bersin. Bo'yi ham 1.15 atrofida chiqadi. Oh, mana. Go'zaldan chiqib kelyapti. Aka puli qancha bo'ldi buni? 26 million. Bunisi-chi aka? 12 million. Bunisi-chi aka buqani? 36 million bo'pti. Barakasini bersin. Ana. Bo'lsa shunaqasidan bo'lsin-da. Aka like bosishga arzyaptimi? Albatta like bosib turaverasizlar. Ona bola inshaalloh ko'z tegmasin buni chiroyliligini. Aka puli qancha bo'ldi ona bolani? Ona bolami bular? 41 million. Bola buqa. Barakasini bersin. Shunaqasidan baylab qo'ysangiz ko'rganda ko'zingiz quvonadi-da bunga. Qancha bo'ldi buqani? Jupi 60. Orqada kelyaptimi? Aka buqalar qanchadan bo'ldi? 3tasi 55. Mana sherigimi tog'a? Gap yo'q, barakasini bersin. Bo'ylari ham 1.10 tepasida chiqadi. Aka qancha bo'ldi buni puli? 8 million xunajincha. Yaxshi. Olgan odamga ham barakasini beraversin. Mana sigirlarmi bular? Aka bular puli qancha bo'ldi? 55 jupi. Bo'g'ozmikan? Necha oylikdan? 8 oylikdan bo'g'oz. Barakasini bersin. Bir 4tami, 3tami tuqqan bular. Oq chiqishyapti. Aka bular qanchadan bo'ldi puli? Xabarlaring. Aka siznikichi tog'a? 31,5? 13 million 100. Barakasini bersin. Qorasi. Aka qancha bo'ldi puli? 33,5. Jupi bormi yo o'zimi? Simental. Simental tozasidan shekilli 33 million bo'pti. Barakasini bersin. Yarim soat bo'ldimi savdosi? Ono. Oxiri olishibdi-da. Buqa qancha bo'ldi? 19 million. Mana shu 1 yoshdan o'tgan. Haqiqiy hashakka. Aka qancha bo'ldi puli? 10,5 million so'm. Barakasini bersin. Xunajin. Aka puli qancha bo'ldi buni? 18 million 300. Ona bola qancha bo'ldi aka? 33 million. Ya, men o'g'lini bolasi deb o'ylab 33 million. Bu necha oylik bo'g'oz aka? Bir hafta yaqin tug'adi deyishyapti. Yaxshi. Aka puli qancha bo'ldi bularda? Xabarlari yo'q. Buqani pulini ham akamiz sekin teskari qarab ketishyapti. Aka qancha bo'ldi puli? 9,5. Xunajin. Aka puli qancha bo'ldi buni? 20 million. Bu qisirmikan? Qisir 20 million so'm. Ona bolam qancha bo'ldi bu aka? Bo'g'ozmi? 7 oylik bo'g'oz, 6 litr suti bor deyishdi. Barakasini bersin. Aka puli qancha bo'ldi bu ona bolani? Ona 32 bola buqami? Bola buqa nechinchi qoringa ekan tog'a? So'ralmabdi. Barakasini bersin. Aka qancha bo'ldi puli? 15,5 million. Buqa, gap yo'q, barakasini bersin. Tog'a qancha bo'ldi? Xabaringiz yo'q. Aka buqa qancha bo'ldi? Qancha? 31. 31 million bo'pti. Shved. Voh, aka qancha bo'ldi Angus? Angus qancha bo'ldi? Jupiga xabarlar yo'q. Aka narigi buqa qancha bo'ldi? 34. 34 million bo'pti. Barakasini bersin. Va bu ko'zi bu buqachi. Ana. Bozor oqib chiqib kelyapti. Mana undan boshlayveramiz. Aka qancha bo'ldi puli? Qancha bo'ldi? 100 kam 27 million bo'pti. Barakasini bersin. Lekin bozor bir vaqt yomon vaqt hozir akalar. Like bosishga arsa albatta like'ni bosib qo'yaverasizlar.
Ana shu ana. Bu yomon ekan-ku. Aka puli qancha bo'ldi buni? Hali ikkita jupa olingan. Yo. Yo, boshqa bu. U olaydi uni jupi. Aka qancha bo'ldi puli? 30 million bo'g'ozmikan? Yo'q, bo'g'oz emas ekan. Aka qancha bo'ldi puli? Xabari yo'q. Aka qancha bo'ldi? Qancha? 61 million to'rttasi, xunajinlar. Qolganlarni ham bo'yi shunaqa? Gap yo'q aka, barakasini bersin. Qancha bo'ldi aka? 11,200. Ana. Barakasi. Aka buqa qancha bo'ldi? Ola jupi 53 million bo'pti. Mana. Bu sho'x ana, suzib tashlayapti uni sherigini. Aka bu semental qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 30 million. 30 million bo'pti semental. Aka qancha bo'ldi puli? 15 million. Bu qisirmikan? Qisir ekan. Barakasini bersin. Tog'a qancha bo'ldi puli? 10 million 250. Aka buqa qancha bo'ldi? 18,5 million bo'pti buqa. Ana. Yemdirasi yediradigan joyga kelibdi-da. Aka ona bola qancha bo'ldi? Ona bola qancha bo'ldi ekan? 26 million. Bola birinchi qoringa shekilli. Aka buqa qancha? Birinchi qoringa novvoz. Jupi bilan 55 mana buqalar. 55 million bo'pti jupi. Barakasini bersin olgan odamga ham. Akalar like bosib esdan chiqmagan bo'lsa albatta like bosib qo'yinglar. Aka necha pul bo'ldi bu shvet puli? 25 million so'm bo'pti. Kuzatuvchilar videomizni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz sizlarga kattakon rahmat. Albatta erinmasdan like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi bozorlar vodiydagi eng katta bozorlarni yozib kelsalar, ularni ham albatta ko'rsatishga harakat qilamiz. Aka charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Sizmisiz? Kuzatuvchilar albatta o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Keyingi bozorlarda ko'rsatib o'tamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.